Kelmay yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Kelmay yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Kartarakam tashladim, ayoqannas boshladim. Kartarakam tashladim, ayoqannas boshladim. Parfumeriya sotib olib, yorim zo'rg'a ushladim. Parfumeriya sotib olib, erim zo'rg'a ushladim. Kelma yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Kelma yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Paxtaga bormay qo'ydim, piyozga chiqmay qo'ydim. Paxtaga bormay qo'ydim, piyozga chiqmay qo'ydim. Qoshlarimga o'smayu, ko'zimga surma qo'ydim. Qoshlarimga o'smayu, ko'zimga surma qo'ydim. Kelmay yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Kelmay yorim yonimga, tegib ketdi jonimga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Tirnoqdan ker qidirar nima qildim men unga. Assalomu alaykum, hammanglarga xayrli kech. Albatta hazil. Baribir hamma o'zini yoqtirgan insonlariga, sevgilisiga, turmush o'rtog'iga mazza qilib suyanadi va ishonadi, erkalanadi. Sababiki erkaklarimizni Allohim shunaqa bir zo'r qilib yaratganki, biz ayollar qanchalik darajada erkaklarga, ya'ni erimizga, do'stimizga suyansak, shuncha menimcha yomon bo'lmaydi. Do'stim deganda turmush o'rtog'im do'st hisoblanishi kerak. Aslida bu narsani bir xato joyi yo'q. Hamma xonadonda tinchlik bo'lsin. Hammanglarga sog'lik salomatchilik tilayman. Jo'latuvinglar, telefonimni yangilayman. Xudo xolim nasib qilsa yaqinda hammanglarga tinchlik tilayman. Salomat bo'linglar.